oyoq qisib qoladi, uyushishlar bo'ladi oyoqda. Ha, tortishadi. Tortishib- Kecha operatsiya bo'lganman. Yaxshi. Bugun ikkinchi og'riqlar yo'q. Juda qiyshayib qoluvdingiz. Bemorimiz Jizzax viloyati Forish tumanidan. Bemor ancha yildan beri umurtqa pog'onasi disk churasi bilan qiynalib keladi. Ko'proq qaysi oyoqda bo'ladi og'riq? O'ng oyoq. O'ng oyoq. Tizadan. Tizadan pastda uyush L4 L5 da juda katta sekvestrlangan disk churasi bor. Ular ancha davolangan. Necha marta davolandingiz? 2-3 marta 2-3 marta davolandingiz. Nima ish qilasiz o'zingiz? Shofyorlik aslida. Uzoq vaqt mashinada rulda o'tirasiz. Ko'p yurilgan. Uzoq vaqt masalan mana shu shofyorlarda ko'proq uchraydi. Bu kasallik sababi uzoq vaqt mashina haydash. Bu umurtqa pog'onasiga yuklamani ziyod tushadi. Ya'ni kun davomida uzoq vaqt tushmasdan mashina haydash umurtqa pog'onasiga juda ko'p nagruzka tushadi, ya'ni bel sohasiga. Shuning uchun bemordan grijasi juda katta chiqib ketgan. Mana MRTni ham ko'rsangiz juda katta grijasi. Yurishlar qiyinmi hozir? Yurishda ancha qiynalaman. Uncha ko'pga yura olmayman-da. Mana shunday yurganingizda oyoq qisib qoladi, uyushishlar bo'ladi oyoqda. Ha, tortishadi. Tortishib uyushib qoladi. Xudo xolisa ertaga reja qilganmiz. Ertaga bipartal usul bo'yicha, ya'ni endoskopik disk churani olib tashlaymiz, tozalab, ertaga yana qayta etidan keyinga yurgizib, yana xudo xolisa yaxshi bo'lib keting. Bo'pti. Mayli. Biz kecha kelganda, kechadan oldin kuni kelganda kecha operatsiya o'tkazdik, ya'ni L4 L5 sohasidan bipartal usul bo'yicha disk churani olib tashlash ancha qiynalgan. O'ng oyoqda og'riq. O'ng oyoqda yurish juda qiyin, engishib qolgan. Engashib qolganda ancha vaqtdan beri qiynalgan, sababi uzoq vaqt mashina haydashdan natijasida grija orttirib olgan. O'ng oyoqda juda doimiy og'riq edi. Kecha bo'ldingiz operatsiya? Xudo xolasa zakonni yuribman mana. Bugun ikkinchi kun a? Bugun ikkinchi kun, kecha operatsiya bo'lganman. Yaxshi. Bugun ikkinchi og'riqlar yo'q. Juda qiyshayib qoluvdingiz. Ha, sizga katta rahmat. Agar bemordan ma'lumot kerak bo'lsa, 90lik 297 1358 raqami. Sizniki? Ha, o'zimniki. Salomat bo'ling. Sizga katta rahmat. Bo'pti. Sog'-salomat bo'lib, ehtiyot bo'lasiz. Endi bu yoq reabilitatsiya 1 oy, 2 oy reabilitatsiya qilsangiz, xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Uyushchi. Uyush yo'q-ya. Yo'q, ha? Tortib qolgan. Nima qo'rqasiz? Shuncha qo'rqasiz? Mana bemorimiz nechinchi yilsiz? 97-yil. 1997 yil. Bemorimizda L4 L5 sohasida disk churasi bor. Ya'ni yosh bo'lsa ham yorib chiqib ketgan, chap oyoq qisib qolgan. Hozir oyoqda faqat og'riq, uyush yo'q. Bu og'riq boshlanishida juda kuchli og'riq bo'ladi. Keyin sekin-sekin uyushishga olib keladi. Hozir faqat yurishlar juda qiyinroq, gavdasini tik tura olmaydi. Bitta yurib ko'rsating. Necha marta davolandingiz? Bir marta lechini oldim, 10 kunlik lechini. Masalan 10 kunlik oldingiz. O'zgarish qanday foyda berdi? O'zgarish Yengillik bo'ldimi yo'qmi? Yengillik bo'ldi, oyoqdagi bijirlashlarini ular ketdi. Bijirlash boshlangan. Faqat bir tomonga olib qolish, turish qoldi-da o'sha. O'shandan keyin Og'riqchi? Og'riq bo'ldi. Og'riq hozir ham bormi yo'qmi? Hozir juda. Mana bu ikkinchi kun уже kechasi yotolmayapti. Yerga qarab doimiy og'riq bo'ladi. Ha. Chunki turib yurib ko'rsating qani. Ana shunday yurasan? oxirgi gavdam ko'targanim shu. Shu. Qancha muddat tikka turib yura olasiz mana shunday? Uzog'i 5-10 minut. 5-10 minutda. O'sha keyin qiyshayib beradi. oyoqqa kuchli og'riq ketadi. Pastga tortib ketaveradi. Xudo xolasa bemor tekshiruvlardan o'tkazamiz to'liq. Agar yaxshi chiqadigan bo'lsa, ertaga endoskopik bipartal usul bo'yicha disk churasini olib tashlaymiz. Operatsiyadan keyingi natijalarini sizlarga ulashamiz. Student deydi-ku. Bu bemorimiz ham kecha operatsiya bo'lganda, L4 L5 sohasida katta grija bor edi. Qaysi oyoq qisib qolgandi? Chap oyoq qisib qolgan edi. Yurish juda qiyin. Gavdasini ko'tara olmay qoldingiz-a gavdani? Ha, o'zlaringiz ham ko'rdilar. Juda qiynalib qolganda. Og'riq dori bo'lsa ham uni qilib turingizlar deb turib kelgandi. Toza cho'kkalab keladi. Sizlarga rahmat, qo'llaringizdan ko'rmasin. Yana
bemorlarimizga aytib qolamiz, agar grijangiz mabodo bo'ladigan bo'lsa, oldirganlaringiz yaxshiroq. Endi ko'plar aytadi, grija bo'lsa deydi, nervingni kesadi, uning bo'ladi, bunday qilib bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q. Mana bugun уже ikkinchi kun bizlar уже oyoqqa turib, nima qilib yuribmiz. Avvalgi og'riqlarda bu necha foiz qanday operatsiyani anosini? Operatsiya hech kimga hech qanaqa og'riq yoki bir anosi bilingan yo'q. Masalan, bugun abitdan keyin уже oyoqqa turib yurib boshladik-da. Nima deydi? Ko'plar qo'rqadi. Yo'q, masalan 10 kunlik lecheniya olib kelyapti ko'p joylarda, uning foydasi yo'q ekan-da. Shuni sezdim, operatsiyadan keyin olinish majbur ekanda u narsani. Olsangiz o'zingizga. Siz ham lecheniya olib ko'rdingiz, ha? Ha, 10 kun lecheniya olib ko'rdim, baribir asorati bo'lardi kechqurun ertalab turganimda. Badan qizib olgancha keyinchalik yo'qolib ketardi. Keyin bu kuchayib, qiyshayib ham qoldingiz-ku? Bu kuchayib sizni oldingizga Majbur bo'ldingiz-da. majbur bo'ldik. Bo'pti. Salomat bo'ling. Mayli, sizlarga rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum. Bemorimiz Qozog'iston Olmaotadan kelgan. 2 kun oldin operatsiya qilgandik, ya'ni L4 L5 sohasidan biportal usulda dischurasini olib tashlagandik. Bemorimizga bugun javob beryapmiz. O'zingizdan odzivlarni olasiz. So'ring. Assalomu alaykum. 2 kun burun keldim. O'n oyog'im og'rатын. Nочью tunda uxlay olmaydim. Operatsiya jasadi Maqsudjon Mirza. Rahmat sizga. Yaxshi uxladim, tunim kuchli bo'ldi. Bari yaxshi. Alloh razı bo'lsin sizga. Bugun qaytyapsiz? Bugun qaytam 2 kundan keyin. Olmaotadan. Olmaotadan keldim. Yaxshi. Salomat bo'ling. Alloh razı bo'lsin. Xo'p, rahmat. Og'riqlar yo'qmi? Qo'lingiz dard ko'rmasin. Og'rimaydi. Turarda o'rni kichkina og'radi. Bulay og'rigan bar ketdi. Ancha davolangansiz avval? 3 oy uxlay olmadim. Hozir yaxshi. Rahat bo'ldi. Salomat bo'lsin. Rahmat. Bo'p.